Ehtiyot bo'ling, Telegram messenjerida yangi turdagi kiberhujumlar paydo bo'lmoqda. Ichki ishlar vazirligi Tezkor qidiruv departamenti kiberxavfsizlik markazi xabariga ko'ra, kiberjinoyatchilar borgan sari firibgarlikning yangidan-yangi usullarini qo'llamoqda. Endilikda ular Telegram messenjerdagi sirli chat orqali o'zlarini texnik yordam, ya'ni qo'llab-quvvatlash xizmati xodimlari deb tanishtirib, Telegram akkauntni o'g'irlash maqsadida turli xabarlar yuborishmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, aslida bunday kiberhujumlardan himoyalanish unchalik ham qiyin emas. Ayni jarayonda fuqarolar bu kabi xabarlarga e'tiborli bo'lishining o'ziyoq ularning shaxsiy muhofazasi uchun birinchi va asosiy qadam hisoblanadi. Xabarlarda akkaunt uchib ketish xavf ostidaligini va aytilgan amallarni bajarishingizni so'rashadi va Telegram kodini kiritishingizni talab qilishadi. Agar siz ushbu amallarni bajarsangiz, firibgarlar osongina akkauntingizni qo'lga kiritishadi. Buning oqibatida esa sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz ularning qo'lida bo'ladi. Eng achinarlisi shundaki, faqatgina siz emas, balki shu kabi havolalar barcha kontaktlaringizga yuboriladi. Ular ham firibgarlar o'ljasiga aylanishi mumkin. Mutaxassislar aytishicha, fuqarolar Telegram akkaunti va telefon raqamiga kelayotgan turli ko'rinishdagi xabarlarni ko'rganda javob berishga shoshilmaslik kerak. Avval uning xavfli yoki xavfsizligini tekshirish lozim. Chunki kiberfiribgarlarning har bir hujumi albatta fuqarolarning ma'naviy hamda moddiy boyligiga qaratilgan. Ushbu usul MDH, ya'ni Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston davlatlarida ko'p kuzatilgan bo'lib, O'zbekiston fuqarolarida ham shu kabi xabarlar kelishi kuzatilmoqda. Fuqarolarimizdan Telegram messenjerdagi kelgan turli aldovlarga shubha bilan qarashlarini va akkauntlarda ikki tomonlama himoya tizimini yoqib qo'yishlarini so'rab qolamiz. Respublikamiz bojxonachilari naqd xorijiy valyutalarni bojxona chegaralari orqali yashirin ravishda olib chiqishga bo'lgan bir qator urinishlarni fosh qilishdi. Bojxona qo'mitasi matbuot xizmati tomonidan